Aziz do'stlar, Kunuzning xabariga ko'zim tushib qoldi. Ya'ni oxirgi 2 yil ichida O'zbekistondagi sanoat korxonalarini 40% yopilib ketibdi. Nima uchun yopilyapti va yopilishini oldini olish uchun nima qilish kerak degan savol tug'iladi. Ko'pchilik korxonalarning yopilishiga eng katta sabab bu dunyo krizisi bo'lsa, lekin O'zbekistonning ichidagi lokalning eng katta sabab bu chet el korxonalarini bemalol O'zbekistonga kelib, o'zini nomiga firma ochib, xuddi O'zbekiston fuqarosidek hech qanaqa soliq to'lamasdan maza qilib chet elda chiqargan mahsulotini olib kirib, bizani sanoatimizni sindirib tashlayotgani bu yerda hisoblayman. Tez orada men taklif qilgan bo'lardim. Chet elliklarni savdo kompaniyalarini O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazishni taqiqlash kerak. Ya'ni chet el korxonasi bizga kelib, o'zi to'g'ridan to'g'ri mahsulotini sota olmasin. Kelib O'zbekistonda ishlab chiqarish qilsa, gap yo'q, nur ustiga anonur. Bunaqa narsani, investitsiyani qo'llab-quvvatlaymiz. Lekin o'zini davlatga chiqqan molini olib kelib betda sotishga davom etaversa, 40% emas, qolgan yana 80% korxonalar ham yopilib ketib qolishi mumkin. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Izohlarda fikringlarni kutib qolaman.